154-savol. ATF. Energiya almashinuvida jami 390 ta ATF bor. Mitoxondriyada hosil bo'lgan ATF sitoplazmaga qaraganda 12 marta ko'p. Shuning uchun mitoxondriya 12x, sitoplazma x. 12x ga x qo'shsak, jami 390 bo'ladi. 13x ga 390, 390 ni 13 ga bo'ladigan bo'lsak, 30 bo'ladi ximiz. Mitoxondriya 12 eda 30 ga ko'paytirsak, mitoxondriyada 360 ta ATF bor ekan. Bir molekula glyukoza parchalangan mitoxondriya 36 edi. 360 ta 36 ga bo'lsak 10 mol mitoxondriya, ya'ni aerob bo'ladi. 10 mol aerob degani 10 mol to'liq degani. 10 mol to'liq bo'lsa, to'liqda 38 ta ATF hosil bo'ladi. 10 ni 38 ga ko'paytirsak 380 ta ATF ekan to'liqda. 397 jami. 380 ni ayirsak 10 ta ATF qoladi. Bu chala uchun qoladi. O chalada 2 ta ATF bo'lardi. 10 ni 2 ga bo'lsak 5 mol chala ekan, 10 mol to'liq ekan. Jami 15 mol bo'ladi. 154 ta aytilyapti. Necha foiz glyukoza chala parchalangan? 15 mol edi 100%, 5 molimiz esa 33.33% bo'ladi. Javob A variant. 155 ta necha mol glyukoza to'liq parchalangan degan. 15 imiz 100% bo'ladi. 10 imiz esa to'lig'imiz 66.67 bo'ladi. Javob B variant bo'ladi. 156 da to'la parchalash natijasida hosil bo'lgan ATF molekular soni. To'la parchalanishda 10 mol glyukoza edi. 10 ni 38 ga ko'paytirsak 380 ta ATF bo'ladi. Javob A variant. 157 da chala parchalanish natijasida hosil bo'lgan ATF degan. Chala parchalanishda 5 mol glyukoza edi. Chalada 2 ta hosil bo'lardi. 2 ga ko'paytirsak 10 ta ATF bo'ladi. Javob B variant. 163. Energiya almashinuvida jami 400 ta ATF bo'lgan. Shundan 360 tasi mitoxondriyada. 360 ta mitoxondriya bo'lsa, 1 mol glyukoza parchalanganida mitoxondriyada 36 ta ATF bo'lardi. 36 ga bo'lsak 10 mol mitoxondriya, ya'ni 10 mol mitoxondriya aerob degani 10 mol to'liq degani. To'liq parchalanishda 38 ta ATF ekan, 10 ni 38 ga ko'paytirsak 380 ta ATF bo'ladi to'liqda. Jami 400 edi. 380 ni ayirsak 20 ta ATF qoladi chalada. Chala parchalanishda 2 ta ATF edi. 20 ni 2 ga bo'lsak 10 chiqadi. 10 mol chala, 10 mol to'liq bo'ladi. Jami 20 mol bo'ladi. 160 da jami necha mol glyukoza parchalangan? Ya'ni 62 da necha mol glyukoza parchalangan? 20 mol jami bo'ladi. 60 da necha mol glyukoza to'la parchalangan degan. 10 mol to'la parchalangan, 64 da necha mol glyukoza chala parchalangan esa 10 mol chala bo'ladi. 60 da 64 ga javob A variant bo'ladi.